Kelajak haqida orzu qilmang. Rulni ushlang va uchib keting. Xitoylik texnogigant XP tomonidan yaratilgan XP HD bu dunyodagi birinchi haqiqiy uchuvchi avtomobil. Bu moslama elektromobil va dronning uyg'unlashuvi. Ammo bitta tugma bilan u vertikal uchishga tayyor bo'lgan uchuvchiga aylanadi. Propellerlar ochiladi. AI avtopilot tizimi esa boshqaruvni oson va xavfsiz qiladi. XP HD allaqachon muvaffaqiyatli parvozlar qilgan va endi omma uchun ishlab chiqarilmoqda. Yiliga 10,000 dona. Bu xayol emas. Bu ko'rgazmalarda allaqachon namoyish etilmoqda. Mashina go'yo fantastik filmlarida, ammo ichidagi texnologiya 100% real. Yorug'liklar, tirbandliklar, signal va asablar davri tugadi. Endi mashina to'g'ridan to'g'ri parkovkadan uchib, sizni istalgan joyga yetkazadi. Yaqin kunlarda bizlarda ham shunday avtomobillar ishlab chiqarilsa, sotib olib, osmonga parvoz qilgan bo'larmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.